Kelin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelin, yaxshimisiz? Nima qilib bitdi? Xabaringiz bormi yo'qmi bilmadim. O'rtog'ingiz bolalar bilan meni tashlab boshqaga uylanib ketdilar. Majbur shu yerda ishlab yuribman. Bolalarni boqish kerak. Alimentga berganimga ancha bo'ldi. Hali bir so'm ham to'laganlari yo'q. Bundan meni xabarim yo'q ekan. Hozir. Kelinglar qani mana. Rahmat, hurmat qilib kelganingizga. Bir sizlarni bugun mehmon qilaylik deb chaqiruvdim. Bir gaplashib o'tdi. Diydorga nima yetsin, diydorga. Qanaqasan o'zing, Abduqodir, yaxshimisan? Ishlayaptimi? Chet eldan mashina olib kelib sotyapman. Hozir mashinaga talab kuchli bo'lyapti. Uchastka qurib sotyapman, sherikda bor edi. Malaka. Yaxshi, xudoga shukr. Yomon emas. Besh puldan bo'pti endi, Abduqodir. Yo'q, unaqa gap yo'q. Bugun o'tirish menda. Bu boyvachcha. Albatta. Keyindan biri hech kimga gap bermaysan. Bor bolalaringni mehmon qilib, boya ayolingni ko'ruvdim. Ko'cha supurib yurgan ekan. Bu kuningdan o'lgani yaxshi emasmi? Sen to'lagan pulga ovqat yemayman men. Tomog'imdan o'tmaydi bolalaringni haqqi. O'zim to'layman. Pullaring